Roza tutgan odam oq qon bo'ladi. Ya'ni rozani odamga qanchalik foydasi bor, qanchalik ziyoni. Yaxshilab eshitib turinglar. Inson organizmida oq qon degan hujayra bor. Roza tutgan odam, bir kun roza tutgan odam 10 kunga yetadigan oq qon hujayrasini o'zida yig'adi. Dunyo olimlari buni allaqachon tadqiqotlardan o'tkazib bo'lgan. Oq qon hujayrasi shunday vazifani bajaradiki, inson organizmini har xil kasalliklardan himoya qiladi. Bir kun tutilgan roza 10 kunlik oq qon hujayrasi ishlab chiqarishga yetadi. Endi qamariy yilda 355 kun bor. Melodiy yilda 365 kun. Ya'ni biz 30 kun roza tutdik, ochlik 30 kun. Va ketidan Shavvol oyining 6 kunini qo'shadigan bo'lsak, bizda umumiy 36 kun roza bor. Ya'ni bu 1 yilga yetadigan oq qon hujayrasini organizm ishlab chiqardi degani. Ya'ni Shavvol oyining 6 kuni kerak bizning organizmimiz uchun. Tushuntira olyapman. Mana oq qon hujayrasi ishlab chiqargani 1 yil bizni sog'lom yurishimiz uchun mana shu roza ham zarur. Videoni yaqinlarga tarqating, qarindoshlarga, tanishlarga xursand bo'lishadi. Bu ma'lumotni ular avval hech qachon eshitmagan, hatto siz ham. Agar sizga ham yangilik bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying. Obuna bo'lib qo'ying, kuzatib boring. Mana shunday inson uchun foydali bo'ladigan, insoniyat uchun foydali bo'ladigan videolarni biz sizlarga taqdim etib boramiz qo'ldan kelgancha. Rahmat e'tibor uchun.